meni deydi o'sha yerga tekkan paytimda qiz bola qilib qo'ya olasizmi deydi. Keyin men aytdim-ku, sizni qiz bola qilishim uchun siz dedim boshqadan tug'ilasiz dedim. Yerga tegmaysiz, tug'maysiz dedim. Mashturishga yuraverasiz dedim. To'g'ri aytdimmi? Qanday qilib shu savolni berish mumkin? 4 ta 5 ta tuqqan xotin, bachadan o'zi eshikni og'ziga kelib qolgan. Qiz bola qilib qo'ya olasiz deb, "Bo'ldi, qiz bola qilib qo'yaman" deb, "Nima tikib tashlayman, keling" dedim. Boshqa nima deb javob berishim mumkin? Mana shunday narsa, hurmatli va qadrli ayollar. Hozirgi aytib berayotgan ayollar bizda oramizda yashab, biz bilan bitta havodan nima deydi, havoni olib, bitta suvdan ichayotgan insonlar hisoblanadi. Xuddi men aytayotgan muammolar men bilib turibman, sizda ham bor. Chunki sizga o'xshagan ayollar men har kuni ko'ryapman. Kimdir Samarqanddan kelyapti, kimdir Surxondaryodan kelyapti, kimdir kelyapti, mana Buxorodan kelyapti, kimdir Qarshi, kimdir Chiroqchidan. Mana shunday bo'lib kelishyapti. Bular hammasida muammo, bitta joyda yashagani yo'q, lekin mana shu muammo. Bitta qiziq narsada ayollar o'zi avval boshqa shikoyat bilan kelishadi. Doktor, sistit ko'p bo'lyapman. Doktor, er-xotin birga bo'lganda muammolar bo'lyapti. Doktor, mana bunday muammo bo'lyapti yoki bunday bo'lyapti. Ajralma ko'p, qichish ko'p, achish ko'p degan birinchi shikoyat bilan kelishadi. Keyin oxiriga toraytirishni gapiring deydi. Muammo bor, oxiriga o'sha toraytirishga yetib boradi. Keyin men aytaman, banda musulmon, sen menga hozir mana bunaqa shikoyat bilan kelding. Birinchi mana bu shikoyatlarni yaxshi qilaylik. Undan keyin aytaman, mana bu shikoyatlarni yaxshi qilamiz. Masalan, men bugun buxorolik opaga aytdim. Qanday bo'ladi, nima bo'ladi, kafolati qanday bo'ladi, nima yaxshi bo'lishi qanday bo'ladi deb aytdim. Men buxorolik xolaga aytdimki, opajonim dedim. Necha yil bo'ldi kasal bo'lganingizga? 4 yildan beri shu narsa bilan qiynalaman. 4 yildan beri shu narsa bilan qiynalsangiz, yaxshi bo'lishingiz uchun ham shuncha vaqt ketadi dedim. Siz nimaga 4 yildan beri bo'lgan kasalligingizga mendan yo sehrli kapsula yoki bo'lmasa sehrli tayoqchani kutib keldingiz? Men ham sizning organizmingizga qarayman, ko'raman, qilib beraman. Qo'limdan kelganini qilaman. Albatta bu yaxshi natija beryapti va o'sha natijani to yaxshi bo'lib ketguncha men sizga qarayman, nazorat qilaman dedim.